Do'stlar, bugungi ma'lumotni o'tkazib yubormang. 2 avgustdan keyin ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun kundalik hayotda oldin shunday qilib yurardik-ku degan gap ishlamay qoladi. Gap faqat bitta idora, bitta hujjat yoki bitta jarima haqida emas. Gap shundaki yangi qonun va yangilan qoidalar orqali davlat xizmatlari, to'lovlar, qarzdorlik, ijara jarimalar, bank amaliyotlari va hujjatlar bilan ishlashda nazorat ancha kuchayadi. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun tushuntiryapman. Chunki odamlar odatda qonun chiqqanini eshitadi. Lekin uning hayotiga qayerdan ta'sir qilishini keyin muammo chiqqanda biladi. Masalan, bank kartasi bloklanadi, davlat xizmatidan rad javobi keladi, jarima ustiga penya qo'shiladi. Ijara shartnomasi yo'qligi sababli muammo bo'ladi. Yoki biror hujjatni olishda eski qarzdorlik ko'rinib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagilarga ham yuboring. Chunki bu mavzu faqat tadbirkorlar yoki faqat haydovchilarga emas, oddiy xonadon egasiga, ijarada yashayotgan talabagacha, ishlayotgan fuqaroga, pensionerga, chet elga ketmoqchi bo'lgan odamga ham tegishli. Oldin ko'p ishlar ko'rinmay qolardi. Masalan, odam kvartirasini ijaraga berardi, lekin shartnoma qilmasdi. Kimdir kommunal to'lovni vaqtida to'lamasdi, keyin bir necha oy o'tib to'lasa ham bo'laverardi. Kimdir jarima olardi. Lekin baribir hech narsa bo'lmaydi deb yurardi. Yana kimdir kredit yoki qarz majburiyatlarini e'tiborsiz qoldirardi. Chunki bir idoradagi ma'lumot boshqa idoraga tez yetib bormasdi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat tizimlari bir-biriga bog'lanmoqda. Soliq, bank, kommunal tashkilotlar, notarial tizim, kadastr, ichki ishlar, yo'l harakati xavfsizligi. Davlat xizmatlari markazi va elektron hukumat platformalari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, sizning kichkina deb o'ylagan muammoingiz ertaga katta to'siqqa aylanishi mumkin. Masalan, sizda 1 ming so'mlik jarima bor. Oldin bu jarima bir chetda turaverardi. Endi esa siz bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avtomobilingiz bilan bog'liq amaliyot qilmoqchi bo'lsangiz yoki ayrim rasmiy operatsiyalarni bajarmoqchi bo'lsangiz, tizim sizning qarzdorligingizni ko'rsatishi mumkin. Natijada siz avval qarzni yopishga majbur bo'lasiz. Yana bir misol. Siz kvartirani ijaraga bergansiz. Oyga 2 million so'm olasiz, lekin shartnoma yo'q. Ijarachi siz bilan kelishmay qolsa, kommunal qarz qoldirsa, uyga zarar yetkazsa yoki ro'yxatdan o'tish masalasi chiqsa, siz og'zaki kelishuv bilan o'zingizni himoya qila olmaysiz. Endi nazorat kuchaygani sari rasmiy shartnomasiz ijara ikki tomonga ham xavf bo'ladi. Uy egasiga ham, ijarachiga ham. Oldingi tartibda ko'p odamlar hujjat, to'lov va majburiyatlarga alohida qarardi. Masalan, bu elektr to'lovi, bunga soliqning nima aloqasi bor? Bu jarima bankka nima aloqasi bor? Bu ijara davlat xizmatiga nima aloqasi bor degan tushuncha bor edi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, fuqarolarning majburiyatlari raqamli iz qoldiradi. Ya'ni sizning qarzingiz, shartnomangiz, mulkingiz, avtomobilingiz, daromadingiz, notarial bitimingiz, kommunal holatingiz va jarimalaringiz elektron tizimlarda ko'rinadi. Bu tizimlar bir-biriga ulanib borgan sari men bilmasdim degan bahona kamroq qabul qilinadi. Masalan, bir oila olaylik Toshkentda yashaydi. Otaning nomida avtomobil bor, onaning nomida kvartira bor, o'g'il talaba bo'lib ijarada turadi. Qiz esa onlayn savdo qiladi. Oldin bu to'rtala masala alohida ko'rinardi. Endi esa har birining rasmiy majburiyati bor. Avtomobil bo'yicha jarimalar vaqtida yopilishi kerak. Kvartira ijaraga berilsa, shartnoma kerak. Talaba ijarada yashasa, yashash joyi masalasi va shartnoma aniqligi kerak. Onlayn savdo qilayotgan qiz daromad va to'lovlarni to'g'ri rasmiylashtirishi kerak. Bitta oilada 4 ta yo'nalishda yangi tartiblar ta'sir qiladi. Birinchi navbatda uyini ijaraga berayotganlar diqqatli bo'lishi kerak. Agar siz kvartira, hovli yoki xonani ijaraga berayotgan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan ishlashni to'xtating. Oyiga 1 million so'm bo'ladimi, 5 million so'm bo'ladimi, farqi yo'q, shartnoma bo'lishi kerak. Shartnomada ijara muddati, to'lov kuni, kommunal to'lovni kim to'lashi, uy jihozlari holati depozit bo'lsa, uning qaytarilish sharti yozilishi kerak. Hayotiy misol, uy egasi kvartirani oyga 3 million so'mga berdi. Ijarachi birinchi oy to'ladi, keyin 2 oy kechiktirdi. Ustiga ustak elektr va gazdan 1 million 200 ming so'm qarz qoldirdi. Shartnoma yo'q. Uy egasi kelishgan edik deydi.
Ijorachi esa men buncha qarz qilmaganman deydi. Rasmiy hujjat bo'lmagani uchun masala cho'ziladi. Agar shartnoma bo'lsa, har bir tomonning majburiyati aniq ko'rsatiladi. Ikkinchi guruh avtomobil egalari. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik bo'yicha jarimalarni keyin to'layman deb yurish xavfli. Jarima yig'ilib qolsa, ustiga qo'shimcha xarajatlar chiqadi. Masalan, bir haydovchida 3 ta jarima bor. Biri 7 ming, biri 30-40 ming, biri 2 ming so'm. Umumiy 1 million 900 ming so'm. Agar u buni vaqtida tekshirmasa, avtomobilni sotishda, texnik amaliyotlarda yoki boshqa rasmiy jarayonlarda muammo chiqishi mumkin. Eng yomoni, odam mashinani sotmoqchi bo'lgan, kuni qarz borligini biladi va shoshilinch to'lashga majbur bo'ladi. Uchinchi guruh kredit bo'lib to'lash, aliment yoki sud qarori bo'yicha majburiyati bor fuqarolar. Bugun odam telefonni bo'lib to'lashga oladi. Ertaga kredit karta ochadi. Keyin yana maishiy texnika oladi. Har bir to'lov alohida ko'ringani bilan ularning barchasi sizning moliyaviy tarixingizga ta'sir qiladi. Agar siz 500 ming so'mlik oylik to'lovni 2 oy kechiktirsangiz, bu keyingi kredit olish imkoniyatingizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh onlayn savdo qilayotganlar va xizmat ko'rsatayotganlar. Instagram orqali kiyim sotyapsizmi? Uyda tort pishirib buyurtma olyapsizmi? Taksi qilasizmi? Repetitorlik qilasizmi? Dizayn yoki montaj xizmatini bajarasizmi? Daromadingizni tartibga solish haqida o'ylang. Men hozir hamma birdan katta soliq to'laydi demayapman. Lekin daromadlar elektron to'lovlar orqali kelayotgan bo'lsa, pul aylanishi ko'rinadi. Shuning uchun qanday maqomda ishlashingiz kerakligini oldindan aniqlab oling. O'zi bank qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish kerakmi? Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? Yoki boshqa shakl mos keladimi? 5-guruh chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Agar siz ishlash, o'qish yoki davolanish uchun chet elga ketmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni avvaldan tekshiring. Pasport muddati, qarzdorliklar, sud yoki ijro hujjatlari, aliment, kredit, jarimalar, kommunal qarzlar masalasi keyin aeroportda yoki hujjat topshirishda muammo bo'lib chiqmasin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bilet oladi, ish beruvchi bilan kelishadi. Keyin bir eski majburiyat sabab ish cho'zilib ketadi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, jarimalaringizni vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, kreditlaringiz kechikmayotgan bo'lsa, ijara shartnomangiz bor bo'lsa, kommunal to'lovlaringiz tartibli bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Yangi tartiblar avvalo yashirin, tartibsiz, hujjatsiz va qarzdor holatlarni kamaytirishga qaratilgan. Lekin menda muammo yo'q degan odam ham bir marta tekshiruv qilish kerak. Chunki ba'zan qarzdorlik odamning o'zi bilmagan holatda chiqadi. Masalan, eski telefon raqamiga bog'langan to'lov, avvalgi avtomobil bo'yicha jarima, merosdan qolgan mulkdagi kommunal qarz yoki siz allaqachon unutgan kichik majburiyat tizimda turishi mumkin. Eng katta nozik jihat shuki, har bir qarzdorlik darhol katta jazo degani emas. Lekin qarzdorlikning turi muhim. Kommunal qarz bilan sud qarori bo'yicha qarz bir xil emas. Jarima bilan aliment majburiyati bir xil emas. Bank krediti kechikishi bilan ijara shartnomasida kelishmovchilik ham bir xil emas. Shuning uchun har bir holatda hujjatni ko'rish kerak. Masalan, sizda elektrdan 220 ming so'm qarz bo'lsa, bu odatda to'lov orqali hal bo'ladi. Lekin sizda sud ijrochilari orqali undirilayotgan qarz bo'lsa, bu jiddiyroq masala. Unda hisob raqamlarga cheklov, mol-mulkka taqiq, ayrim amaliyotlarni bajarishda to'siq bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat, ijara shartnomasi faqat uy egasini emas, ijarachini ham himoya qiladi. Ko'p ijarachilar shartnoma qilsak, uy egasi soliq uchun ijara narxini oshiradi deb qo'rqadi. Lekin shartnoma bo'lmasa, ijarachi ham himoyasiz qoladi. Uy egasi bir kunda chiqib ket desa, depozitni qaytarmasa, kommunal qarzni noto'g'ri yuklasa, ijarachida dalil bo'lmaydi. Shartnomada esa muddat, ogohlantirish tartibi, depozit to'lov kuni aniq yoziladi. Yana bir masala, bank kartalari. Agar kartangizga doimiy ravishda pul tushsa, ayniqsa notanish odamlardan ko'p pul aylanmasi bo'lsa, bank xavfsizlik va qonuniylik nuqtai nazaridan savol berishi mumkin. Bu hamma bloklanadi degani emas, lekin pulingiz qayerdan kelayotganini tushuntira olishingiz kerak. Masalan, siz onlayn savdo qilasiz. Bir oyda kartangizga 3 million so'm tushdi. Agar bu savdo bo'lsa, buyurtmalar yetkazib berish, tovar kelib chiqishi, ro'yxatdan o'tish maqomingiz haqida o'ylashingiz kerak. Agar qarindoshlaringiz pul yuborgan bo'lsa, buni ham izohlash mumkin.
muhimi pul aylanishi mantiqli bo'lishi kerak. Yana bir ko'p uchraydigan xato, odam hujjatni o'qimay imzo qo'yadi. Kredit shartnomasi, ijara shartnomasi, kafillik hujjati, qarz tilxati, notarial bitim bo'ladimi? Har bir satrni o'qish kerak. Ayniqsa kafil bo'lish masalasida juda ehtiyot bo'ling. Do'stingiz yoki qarindoshingiz kredit olsa, siz kafil bo'lsangiz, u to'lamasa, bank sizdan talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Ko'pchilik men faqat yordam berib imzo qo'ygandim deydi. Lekin qonunda imzo mas'uliyat degani. Birinchi qadam, barcha qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar, jarimalar, kreditlar, soliq majburiyatlari, ijro hujjatlari bo'yicha holatingizni ko'ring. Buning uchun rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Bank ilovalaringizni tekshiring. Tegishli idoralarning shaxsiy kabinetlariga kiring yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang, lekin parol va kodlaringizni hech kimga berib yubormang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta muddati, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil hujjatlari, kadastr hujjatlari, nikoh, tug'ilganlik, meros, ishonchnoma. Ijara shartnomasi kabi asosiy hujjatlar skaner yoki sifatli surat ko'rinishida alohida papkada bo'lsin. Telefoningizda saqlang, lekin bulutli xotirada ham zaxira qiling. Chunki hujjat yo'qolsa biror xizmatni olish cho'ziladi. Uchinchi qadam, ijara bo'yicha tartib kiriting. Agar uy berayotgan bo'lsangiz, ijarachi bilan yozma shartnoma tuzing. Unda pasport ma'lumotlari, manzil, ijara narxi, to'lov sanasi, kommunal to'lovlar, uy jihozlari ro'yxati, depozit miqdori va qaytarish sharti yozilsin. Masalan, ijara to'lovi har oyning 5 sanasigacha 3 million so'm miqdorida to'lanadi. Elektr, gaz, suv va internet to'lovlarini ijarachi amalga oshiradi. Uydan chiqishdan 5 kun oldin ogohlantiriladi kabi bandlar bo'lsin. 4-qadam, jarimalarni kechiktirmang. Agar yo'l harakati jarimasi bo'lsa, uni darhol tekshirib, imkon bo'lsa muddatida to'lang. Ba'zi holatlarda tez to'lov uchun yengillik bo'lishi mumkin, lekin muddat o'tib ketsa, aksincha muammo ko'payadi. Har oyda bir marta avtomobilingiz bo'yicha jarima bor yo'qligini tekshirishni odat qiling. 5-qadam, bank kartalaringizni tartibga soling. Begona odamlar nomiga karta ochib bermang. Kartangizni boshqa odamga ishlatishga bermang. SMS kodlarini hech kimga aytmang. Agar siz savdo qilayotgan bo'lsangiz, shaxsiy xarajat va biznes pulini aralashtirmang. Masalan, bitta kartangiz oilaviy xarajat uchun, boshqasi savdo tushumlari uchun bo'lsin. Bu keyin hisob-kitob qilishda ancha qulay. 6-qadam. Daromadingiz rasmiy maqomini aniqlang. Agar siz doimiy xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilish yoki tadbirkorlik maqomi sizga mos keladimi? Bilib oling. Bu nafaqat soliq uchun, balki kelajakda kredit olish, daromadni tasdiqlash, shartnoma tuzish va mijoz bilan nizoni hal qilish uchun ham foydali. 7-qadam, eski qarz va nizolarni yopishga harakat qiling. Mayli turaversin degan qarz keyin katta to'siq bo'lishi mumkin. Agar to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, kreditor bilan kelishuv qiling. Bo'lib to'lash grafikini so'rang, yozma kelishuv oling. Og'zaki va'da bilan cheklanmang. Bugun siz 2 million so'mlik qarzni bo'lib to'lashga kelishib olsangiz, ertaga 5 millionlik muammo chiqishining oldini olasiz. 8-qadam, shubhali hujjatlarga imzo qo'ymang. Ayniqsa qarz, kafillik, oldi sotdi, ishonchnoma, garov, ijara va sheriklik bo'yicha hujjatni tushunmasangiz, uyga olib ketib o'qib chiqaman deyishdan uyalmang. Halol odam sizga o'qishga vaqt beradi. Shoshiltirayotgan odamdan esa ehtiyot bo'lish kerak. 9-qadam, oilangizdagilarga tushuntiring. Ko'pincha muammo bir odamning emas, butun oilaning muammosiga aylanadi. Ota karta beradi, o'g'il ishlatadi. Ona uyini ijaraga beradi. Lekin shartnomani qiz tuzadi, aka kredit oladi. Uka kafil bo'ladi. Shuning uchun oilada moliyaviy va huquqiy masalalarni ochiq gaplashing. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi har bir xabar, YouTube'dagi har bir sarlavha, ko'chadagi har bir gap to'liq haqiqat bo'lmasligi mumkin. Yangi qonun va qoidalarni rasmiy idoralar e'lonlari, hukumat qarorlari, davlat xizmatlari, portallari va mutaxassislar izohi orqali tekshiring. Men ham sizga aynan shuni tavsiya qilaman. Eshitgan xabaringizni darhol vahima bilan tarqatmang. Avval manbasini tekshiring. 12 avgustdan keyingi asosiy o'zgarish shuki, tartibsiz yurish davri asta-sekin tugayapti. Hujjatsiz ijara, vaqtida to'lanmagan jarima, yashirilgan daromad, nazoratsiz bank karta aylanmasi,
o'qilmay imzolangan shartnoma va e'tiborsiz qoldirilgan qarzlar endi ko'proq muammo keltirishi mumkin. Men sizga bitta oddiy maslahat beraman. Bugun kechqurun 30 daqiqa vaqt ajrating. Jarimalarni tekshiring. Kommunal qarzlarni ko'ring. Kredit to'lovlaringizni yozib chiqing. Hujjatlaringizni tartiblang. Ijara yoki qarz munosabatlari bo'lsa, ularni yozma shaklga keltiring. Shu oddiy qadamlar sizni katta asab, vaqt va pul yo'qotishdan saqlaydi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizni aynan qaysi masala ko'proq xavotirga solyapti? Ijara, jarima, kredit, bank kartasi, chet elga chiqish yoki kommunal to'lovlarmi? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki qonunni bilgan odam muammoga tayyor bo'ladi, bilmagan odam esa muammo kelgandan keyin yuguradi.